Xo'sh, assalomu alaykum. Matematikadan shu milliy sertifikatga tayyorgarlikni boshlagan o'quvchilar, oddiyroq darajadagi bitta savolni ko'rib o'tamiz. Mahbuba doskaga deyapti, 15 dan boshlab 150 gacha sonlarni ketma-ket yozdi. U necha xonali son yozgan? Mahbuba qanday qilib yozgan? Mana bunday qilib yozganda qarang. 15, 16, 17 mana shu holatda 150 gacha yozgan. Shu deyapti necha xonali? Necha xonali son bor shu yerda. Buni mana bu pastdan yozamiz, qarang. Pastdan yozamiz 15, 16, 17, 18. Mana shu holatda 99 gacha bitta, keyin 100, 100 dan boshlab 150 gacha bitta. Endi buni ajratamiz ikkiga. Ikkiga ajratdik mana. Bu tomon bitta, bu tomon bitta. 15 dan boshlab 99 gacha nechta son bor o'zi? Uni topish uchun bu yoqda qarang, 14 tasi tushib qolgan. 99 dan biz 14 ta ayirib tashlaymiz. 14 ta ayirsak 85 qoladi. 85 ta har biri 2 xonadan, ko'ryapsiz-a? Har biri 2 xonadan bo'lsa, xonalar soni 85 ko'paygan 2. 170 xona. 15 dan 99 gacha 170 xona. Endi 100 dan boshlab 150 gacha nechta son bor? 150 dan 99 chiqarib tashlaymiz, chunki 100 ni o'zi tegishli-da. 99 chiqarib tashlasak, bu yoqda 51 ta son bor. 51 dan har biri necha xonadan? 3 xonadan. Demak, bu tomoni 51 ko'paygan 3. 153 xona. Jami 170 ga 153 qo'shib qo'yishimiz kerak. 170 qo'shilgan 153. Bu necha bo'ladi? 323 xonali. Demak, shu yerda necha xonali son yozgan ekan? 323 xonali son yozilgan ekan. Mana o'quvchilar milliy sertifikat istagida yurganlar mana shunday oddiy savollardan ham ishlashni bilishingiz kerak. Fikrlab ishlab qo'yaverasiz. Buni javobi mana bu yerga yozib qo'yamiz. 323 xonali. Barchaga omad.